Shu oddiy odamlarni, oddiy bir aytaylik insonlarni ko'ziga, yuziga, chehrasiga qarab shu savol javob olib, ularni ochiq ko'nglini ko'rib, bag'rini ko'rib odam xulosa chiqarish mumkinki, bekor yashaganimiz yo'q. Men ham ko'pchilik qatorida qilgan ishlarimdan shu paytda mamnun bo'lamanki, hali ko'p ishlarni qilishimiz kerak va Alloh taolaga ming shukronalar bo'lsinki, ming aytaylik tasanno aytishimiz kerakki, bizlarni mana shu yomon ko'zlardan asradi, balo qazodan asradi va mana shu yorug' kunlarga yetkazdi. Inshaalloh kelajagimiz ham mana shu borishda, mana shu ketishda, mana shu mustahkam poydevorni qurgandan keyin bundan ham yengil bo'ladi. O'ylaymanki, bundan ham yorug' bo'ladi. Men bunga ishonaman va 100% shu yo'lda o'zimizni mana shu kuchimizni kerak bo'lsa butun borligimizni shunga sarf qilishga yana bir bor da'vat qilaman. 1992-yilda Saudiya Arabistoniga muhtaram prezidentimizning rasmiy tashriflari bo'lgan. Saudiya podshosi, o'sha vaqtdagi podsho Fahd ibn Abdulaziz janoblari muhtaram prezidentimizga mana shu Ka'ba po'shdan yozilgan bir qit'ani sovg'a qildilar. Undan ham eng insonning umrida takror bo'lmaydigan holat bo'ldi. Bu ham bo'lsa Ka'baning eshiklari ochilib ichkariga kirishlik. Ichkariga kirilganda Ka'baning ichi hamma tomoni qibla bo'ladi. Kim qaysi tomonga qarab namoz o'qisa, uning ixtiyori o'zi qalbi tortgan tomonga qarab 2 rakat namoz o'qib chiqiladi. Shunda muhtaram prezidentimizning bitta hikmatli ishi shundan iborat bo'ldiki, shu joyda qilgan duolarida Xudoy taboraka va taolodan so'ragan ekanlar, yurtimni tinch qilgin, elimni farovon qilgin deb so'ragan ekanlar. Shu tabarruk joyda, mana shunday pok joyda so'rasak o'zi qabul qilg'ay. O'zi beradi agarki sof niyat bilan so'rasak. Yurtimni, bolalarimni, xalqimni o'zing asra, o'zing saqla deb doim shu o'zim so'rayman. Har ertalab turib so'rayman. Sizga Alloh to'rt narsani baxt berdi sizga. Bu hazil emas. Davlat berdi, omad berdi, baxt berdi, Ka'baning eshigini ochib berdi. Hech kimga ochilgan emas. Menga davlat bergan bo'lsa, menga amal bergan bo'lsa, meni tilagim bitta. Men shu xalqni rozi qilsam bo'ldi. 90 terasi menga. Atayda umid qildim. 90 ga kirganman. Men yoshimdan ham siz yuqori bo'ling. Men siz o'pimni kiyas. Qutqarib qolaman. Menga yarashdimi yo'qmi? Mana shunday xalq bilan birga yashash, mana shunday xalqni aytaylik a'zosi bo'lish o'zi katta baxt emasmi?